Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlari kanaliga hoş geldiniz. Kanalımızda Qaynam örkişi, Çalı tekkan o'q, Manas daryosidan qaytish, Anjamboy, Sarson ruh, Qanliq iz, Qanliq idir, Turma xotirlari mahbus ruhlar, tarixiy tazkira asar Ediqut o'g'lonlari Mo'yitillar jamoati, tarixiy roman G'ini Batur, Sobit Damollamning qisqacha tarjimali, Xo'ja Niyoz hojimning ish faoliyatlari qatorliq asarlar bor. Asarlarimizni yoqtirib anglishingizni qarshi olamiz. Asarlarimizni yoqtirgan bo'lsangiz, boshqa do'stlarga va to'plarga tavsiya qilib qo'ying. Rahmat. Endi anglaydiganlar tarixiy roman G'ini Batur. Avtori Ziyo Samadi. 10-bob. Yana bir oycha vaqt o'tdi. Qor erib, o'ymonlar agizga to'ldi. Yerlar akchib, tabiat uyg'ondi. Bahar shamili ilib kelgan illiq puroqlar his tuyg'ularni qo'zg'ab, shodamonlik beg'ishildi. Hamma jonliqlar bahor payziga, yangi orzu-armonlarga yuzlandi. Mayslar, amdi beh urib, yer ko'ksini teshib hayotga ko'z ochgan ashu bir chog'da, egiz do'ng ustiga chiqib olib, atrofingga nazar solsang, oldinga bepoyon ili vodisi go'zal etigini kang ichib tursa, nima degan rohat farog'at. G'ini kichigidan bahor fasliga xushtor edi. U o'rnidan sahar turib, yiziga yandosh do'ngning cho'qqisiga chiqib olib, yiza o'ylarining turxunlaridan turtaklashib chiqqan va osmon gumbazida bulut shaklini hosil qiladigan tutunlarga, sapan saymonlarini yuklashib, etizga mengishgan dehqonlarga, o'tloqqa mangan mol padalarga, qiniga sig'may ikki livini yolab, o'rkashlab oqadigan Qosh daryosiga, xususan havo bo'shlig'ida erkin parvoz qiladigan uchar qushlarga havas ixtiros ichra uzoqdan uzoq tiliqib qolgandek qarab turadi va yangi quloq targini chiqqan ushoq bolalarni ko'rishi bilan yugurib borganicha shularga qo'shilib o'ynaydi. Mana dal shu topda na bahor tapdi, na qovnoq bahor paydining qatricha iznasimi yo'q. Teriklar göre zindanning giribdori bo'lgan G'ini, ashu uzoq o'tmish balalik chog'larini esiga keltirib, hasratlik pig'on chiqardi. Vaqt yetdi, bugun kechadan qolmay qechish kerak, deb pichirildi u. Alliqan o'rnidek rujakning tuvida o'ri turgan peti osmondan ko'z uzmay va o'rniga yinib o'ltardida, yandash yotgan Qusanning beqiniga 2-3 noqividi. Do'stining chiroyida xushalliq tabassumi o'ynab ketdi. Chunki biror ishqa jazm qilgan chog'da G'inining ashundoq belgi berishini bilatdi Qusan. Yaxshiroq uxlavol Qusan, deb Qusanga imo qildida, pashmitini beshiga purkidi G'ini. 1944-yili aprel oyining 5-da ommaviy taqib yurgizilib, Urumchini dahshatli qo'rqinch besib olgan edi. Bu qitim ko'zga ko'rinarlik harbiy ma'muriy xizmatchilarni solash bilan billa bir chetdan etishga boshlab, yana bir tarafdan yosh ko'chatlarni qirqigandek o'quvchi studentlarni turkumlab qamag'achqa, turmalar yetishmay uy imoratlar va buxtanlar sho'ba turmlarga aylangan edi. Mushu chop-chop bozorda qo'llari band bo'lgan bosh qotillar Shingshsay, Li Yingchi, Li Fulin, Liu Bingdi qatorliqlar koni changal ichidagi mahbuslar bilan shug'ullanishga, shu qatorda G'inining masalasini bartaraf qilishga fursatlari yetmasa kerak, ehtimalim uni vaqtincha surishtirib ketishmidi. Mushu fursatdan foydalangan G'ini qichish harakatiga jiddiy kirishdi. U va Qusan ikkisi kechalari hamma uxlab qolgan chog'da putlaridagi kishanlar bog'lariga samsaq surkishatdi. Tömürni dot yegandek, samsaqmu tömür moddasini asta chertadiganligini necha qitimlab tajribadan o'tkazgan va bu orqali 4 qitim zindondan qochishga muyassar bo'lgan G'ini, bu qitimmu shu hunarini ishonchli davom qildirdi. Mushu tariqada 15 kuncha hozirlik ko'rilib, bu oraliqda 2 qitim kat ostiga tushib, tam huliga yotqizilgan xishlarni bo'sh ulgirishdi va mo'midin oz to'la quritib ilishdi. Mana bugun tavakkul qilmoqchi. Zindonning odatdagi mudish kechisi.
anda sanda jo'lib ingirgan mahbuslarning darmonsiz ovozlarini qayerdandir yerning tegidan chiqqandek anglanadigan to'mir eshiklarning jalaqlab ochilishini demasa hayot belgisi yo'qdek seziladi. Faqat ikkala kishi o'yg'oq hayajon ichida vaqt kutishib jim yetishidi. Ularning qo'llari oxirgi daqiqagacha tinmay harakatda, kishanlarga samsaq surkash bilan band. "Ya Xudo, o'zing madad bergaysan", deb Tangriga nido qildi G'ini. Uning uni o'ziga nola qilgandek, yig'lamsirgandek anglanib ketdi. "Arvoq", dedi Husan titrak ovozda. "Atam Sodir palvonning ruhi qo'llag'ay", dedi-da, vujudiga putilgan kuch-quvvatni ikki qo'liga jamlab, levini tishlagan holda birinchi kishanning chatmasini to'lg'ashga kirishdi G'ini. Chin qilib kuchashdan uning uyul tashdek giranlari ko'pib, tomirlari etilib ketgidek, ko'zlaridan o't chaqnab, urg'ub chiqadigandak holatga yetsimi, to'lg'ashni bo'shashtirmadi va oxir talva kuch g'olib keldi. Birinchi kishanning beg'i uzildi. Shukri da'vatdi xushalligidan, lekin qo'llari jon qolmagandek lassida sangiladi. U peshonasidagi bo'yida chiqqan tarni surtib, hijrdagi sovuq choyni ichdi va ozroq dam elib olib, ikkinchi kishanga tutish qildi. Ikkinchi kishan birinchidan, uchinchisi ikkinchidan osonroq uzilgandek sezildi G'iniga. Chunki birinchi natijadan ruhlang'achqa uning tomirlariga kuch g'ayrat quyilgandek, g'oyibdan quvvat hosil bo'lgandek sezim, iroda ishonchisini texmu oshirgan edi. Shu tapda u to'mir qafasni pochaqlagan arslonni eslatdi. Xudoga cheksiz e'tiqod qiladigan xudogo'y G'ini kishanning beg'ini uzib tashlashda o'zining pam-parastligiga va tiniga putilgan kuchidan emas, balki Allohning qudrati, payg'ambarning shafoati deb hisoblag'achqa ko'nglida karomatingdan o'rgilay Xudo deb Allohga tasanno o'qidi. Qancha kuchsimi putidagi kishanning beg'ini uzalmay avara bo'layotgan Qusanningmi ishini osonlashtirdi G'ini. Uzilgan kishanlarning bog'lari sharaqlamaslik uchun paqalchak va yo'tlarga lata bilan puxtalab tingib, chambarchas bo'lishgandan keyin amdila kat ostiga tushmak bo'lishiga kuzatdagi chiriklar yo'tkilib, eshikning rujiga ichilibdi. Ikkisi tangla o'rinlarga o'zlarini etishdi. Agar deydi pash bo'lib qilishdan ansirgan G'ini. Bilib qilsa hujum qilishdan boshqa amal yo'q. Gundapaylar kamerga kirishmadi. Rujakni ichib, qo'l chirig'i bilan so'loqxonani bir qator yo'ritib, yetishganlarni sanab, umumiy sonni egalladi. Ahtimalim qaytib ketishdi. Amdi kuzatchilarning oyg'i bisilgicha kutib yetish kerak. Qachonmi oyg'i bisila bu shovaklarning, deydi butun diqqatini sarf qilib, sirtdagi tirik qilgan tivishni tingshab yotgan G'ini. Mushu qisqa vaqt uning uchun yilcha bilinib ketdi. Birer sukunati bosqandek bo'ldi. Amdi aldirash kerak. Ko'plagan to'shuk sungishlarni teshib, kirib chiqishni mashq qilib olgan G'ini, bo'shtilgan xishlarni ash-pash degicha qo'mirib chiqardi-da, bosh patqidek kama ichib, sirtqa qargandan keyin yana bir necha xishni qo'mirib, to'shikni kengaytdi-da, avval ikki qo'lini, ondan beshini chiqarib, tayg'andek tirajab olg'a so'zildi va mushaqqatsizla sirtqa chiqib oldi. Lekin pamsizrak Husan to'shikka kaplashib qolg'achqa, uning qo'lidan tutib, putlarini tomga terab tortibdi. 3-4 xish bilan Husan billala sug'urilib chiqdi. Ularning boshdagi mo'lchari to'g'ri chiqdi. Tam dal hojatxonaning maydonchasiga udul teshilibdi. Hojatxonani cho'ng hovlidan bo'lib turadigan pakarroq tamga qo'lini qo'ydi-da, mushuk daraxtga yamashqandek chaqqonlik bilan dast ko'tarilib chiqqan G'ini Husanga qo'lini so'zib, o'zi tortib oldi. Ular tamga bag'richa yetib, atrofga ko'z quloq silib, bir necha daqiqa tingshab yetishdi. O'gizga chiqimizda ko'chaga keynimizcha serilib tushimiz. Avayla, o'gizni cho'rditib, tortilgan simga ilishib qolma, deb asta pichirlab jekidi G'ini Husanga va qatmuqat tortilgan simlarni imo qildi. Ular o'gizni aylanib kuzat qiladigan chirikning
neriqi boshqa ketishini paylab turishdi-da, kuzatchi yiroqlashishiga "Müramni dasta Qusan" deb zo'ngzaydi G'ini va Qusanni mursiga elib o'gizga chiqardi. O'zi o'giz girvikiga ikki qo'lini qo'yib likkida chiqdi va kichik bolani ko'targandek Qusanni simdan otildirib ko'cha timiga tiklidi. "Asta Siril" deb ko'chini imo qildi. Mushu harakatlar shundoq ildam va chabdaslik bilan qilindiki, chirik o'gizning bu beshiga texi yetib ulgurolmagan edi. G'ini tikan sim tortilgan to'riqchidan ortilishiga "Kim?" degan tovush anglandi xitoycha. "Biz" hech huduqmay xitoycha javob qaytardi-da, uchqandek simdan ortilib, dumbasini tamga yaqqan holda yergacha serilib tushdi G'ini. Do'lini tamga yiqib, serilib tushishni bilmaydigan Qusan chalma kesakdek yerga pokla tushgachga so'l puti qayrilib ketgan edi. G'ini uni yo'lashtirib mingishiga o'giz girvikiga yetib kelgan chirik "To'xta!" deb miltig'ini sharaqlatdi. Lekin G'inilar ungacha zindon temiga yondosh tor ko'chaga kirib ulgurgachga etilgan miltiq o'qi do'qmush tamga tegib, quruq to'pa po'qirdi xolos. Davomi bor.